Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi videoligim Urganch shahrida yangi qurilgan binomizning 3-katida hamma sharoitga ega 2 xona kvartiramiz ijara chiqdi. Bedara qo'yamiz. Hali joyimizda umuman kvartirant qo'yilmagan. Shu joyimiz olib remont qilib ilinib turibdi. Bir xo'shga zonamiz. Hojatxonamiz alohida joylashgan. Versace kafelar sifatli qimmat g'olladan qo'yilgan. E'tiboringizga dumi yumshoq. Lokatsiyasi Anna German Hotel, eski Axota magazin. Xullas obunachilar doğrumuzda sonucunu joylashgan. Katta hajmli vannamiz. Perdeleri bor. İşlərim şu vaqtındakı ukrainskiy yaxshi ishlardan zavod qo'y. Spalnik komplekt nabor qo'yilib o'tilgan. Bir de mehmonxonamiz, uголокimiz bor, bom spalnik bor, jurnalist stol, konditsionerlarimiz ham bor ekan. Bir de penal trezorine LG firmanikida. Bir hoşken gözettik. Hududda gaz, suv, sulanma yo'q. Oshxonamiz ham ixchamlatib, to'q konturli kotel qo'yilgan. Bu yerda yaxshidan ko'rishlar mumkin. Gospitalida xolodilnikimiz Samsung firmaniki. Narx-navasini telefon qilsangiz kelishamiz. Nechun narxini qo'ymaysiz desa, endi narxini qo'ysangiz bir-biridan qarab odamlar qimmatlatib bor. Shuning uchun iloji boricha narxini aytamiz, to'g'risini aytaylik. Obunachilarimiz Asa lokatsiya Anna German kafe. Telefon esa murojaat uchun 99 074 46 41 bilan bog'lansa bo'ling.